Konstitutsiyamizning 1-moddasida mamlakatimiz suveren va demokratik davlat ekanini ta'kidlanishi xalqaro munosabatlarda O'zbekistonning mustaqil siyosiy nufuzini ta'minlaydi. Konstitutsiya moliya sohasida shaffoflik, qonuniylik va barqaror iqtisodiy rivojlanishning qonuniy poydevori hisoblanadi. 67-moddada davlat qulay investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhitini ta'minlashi, tadbirkorlarga esa o'z faoliyati yo'nalishini erkin tanlash huquqi berilgani, moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlaydi. Konstitutsiyamizda ekologik huquqlarni mustahkam belgilanganligi tabiatni asrash har bir fuqaro zimmasidagi mas'uliyat ekanini anglatadi. Turizm sohasida ham atrof muhitga ehtiyotkor munosabat eng ustuvor tamoyildir. O'zbekiston Respublikasining mamlakatlik tili o'zbek tili. O'zbekiston Respublikasi o'z aymog'ida yashovchi millatlar ham xalqlarning tillarini, urf-odatlarini, dasturlarini hurmat bilan qarovdi. Ularda rivojlanish uchun sharoit tuzuvdi, ta'minlaydi. Konstitutsiya axborot maydonining ochiqligi va shaffofligining asosiy kafolati. Biz jurnalistlarning muhim huquqiy tayanchi hisoblanadi. 81-moddada ommaviy axborot vositalarining faoliyat erkinligi kafolatlanadi. Our Constitution guarantees human dignity, equal opportunities, and the protection of fundamental rights. It's foundation of our democratic society. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatimizning bosh qonuni. Unda xalq hokimiyati, inson huquqlari va davlat tuzilishining asosiy tamoyillari belgilangan.